O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tavallud topadi. O'tkir Hoshimov o'zbek adabiyotida o'z o'rniga, uslubiga ega bo'lgan adibdir. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Dunyoning ishlari asari ham ana shunday xalqchil asarlar sarasiga kiradi. Asar katta va kichik hikoyalardan iborat. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan: dunyoning ishlari asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shunday mushtufar, shu jafokash onalarimiz oldida bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi. Dunyoning ishlari asari ona haqidagi, ona qalbining cheksiz saxovati haqidagi o'ziga xos qissadir. Kitobning orqa tomonida adibning quyidagi so'zlari keltirilgan: dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muattar nur sochib turadigan sehrli kuch bor. Bu ona mehri. Alloh onalarni shunday yaratgan. Dunyoning ishlari qissasi bilan yozuvchi nafaqat o'z ijodida bir pog'ona yuqoriga ko'tarildi, balki milliy adabiyotimiz onalar haqida munosib so'z ayta olgandi. Asar bugun ham qadrli, bugun ham o'qishli, ya'ni o'nlab yillardan keyin ham shunday bo'lib qoladi.